Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa 5-noyabr sanasiga ko'ra sizlarni yarmarkamizda go'sht mahsulotlari bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa videoni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zafar Kasabdan boshladik yine videoni. Bozor yarmarkasiga keyin Bozor 95 kanal obunachilari hamımızla abonamizlar. Bu arada bir gün oldu video işlemeyi hozir chiqadi. Ajoyib manfaatli video bo'lsa hozir bo'ladi. Va do'stlar kelaverasizlar. Aksiya plus aksiya keyin yana bitta aksiya. Bo'lib yapti. Jackpot'i bilan. Hozir kelasizlar do'stlar, go'shtlarimiz 95 ming so'mdan. 95 ming so'mdan ajoyib go'sht, buqa go'shtini. Kechagi buqani yarimi var. 95 ming so'mdan. Kelasizlar 95 ming so'mdan olasizlar. Varınlar 95 emas, 90 ming so'mdan olasizlar. 5 kilo go'sht olsanglar bir emas 1,5 kiloga chiqardi. Tushunayapsizmi? O, 1 kiloga qara. Yo'q, 1,5 endi aksiya plusi bor bu yana. 1,5 kilo suyak olasizlar. Varın 10 kilo gelsinler, 10 kilogana 2 kilo suyak beradi. Hadi gap bo'lsin kerak yoki yog' so'm yoki qo'rg'on bilamiz 7 lira qo'yadi. Go'shtlarimiz 95, yog'larimiz 40 ming so'mdan. 40 ming so'm bahasi. İccancha so'm. İccan go'sht bagaj 95 ming so'm. Hamisha gidi bo'ladi. Do'stlar kelasizlar. Bu bakın kattaligini qaranglar buni. Qo'rasan endi. Samizmonni. Hozir mana shunday videoni chiqargan so'ng go'shtga odam kelsa, qap o'zini beraman, yuberaman eni. Sezonman. 90 ming so'm mana 3 kilo 700 geldi-ku. Tamam. 5 kiloga doldurib üstüne son qo'shib beraman mana. Sıra lahım göstereceğim. Lahım yerinden, qara yerinden, berdiden, şöylerinden beraman yuberaman. Lekin 90 ming so'm aytdi. 90 ming so'm. Tabii mana shuni eni. Aksiya qiladi. Yine aksiya bakalım adam. O kelaverasizlar Benim bag'ri yo'q ekan. Endi nima? Hamma o'z ortda qoldi, hozir yana trendga go'yikdan chiqib boshladi xudoga. Eksport etdi. Shu avvalgi biltirga hozir pul topsak olamiz go'yikdan. Qazaqning. Ava kelaverasizlar. Layqdayamanlar. Telefon nomeri qoldiring. Poçlar için telefon numara kaldırdık. Bu yaparım. Saylap koyup ne desem var. 93'lük 245 tonlar. Zafer Kasap'ta balonlar. Tolka life pateşki. Başka bir şey yetemez. Hadi soda hazır versin. Tak. Ümitamına geldik. Xudo xolasa Ümitamdan go'sht 95 ming so'm. Qo'rg'ancha so'm shaxsat? 70 tane go'sht. 70 ming so'm bahası. Avishni go'sht 95. 5 kilodan o'tsa 90 ming so'm, to'g'rimi? Gemishni qancha so'm? 60 mingdan beri. Hadi. Sifatına gap yo'q. Yarqcha so'mdan berdilar. 50 ming so'm. 50 ming so'm bahası. To'ychalar telefon nomeri qoldi? 97 563 16 16.09. Bemalol Ümit Kasap'tan kelarsiz. Tak, şimdi Ömrek Kasabı'na geldik. Assalomu alaykum. Namaza geldingmi? Sağlık yaxshimi? Go'shtdan necha so'mmi? 95 ming so'm. 95 ming so'm. Go'zalligim Switch qiyin. Ha, kelarsa gunda switchga so'yib turibdi yarmarkada. Sifatana umuman gap bo'lishi mumkin emas. To'y boladan bo'lsa necha so'mmi beram? 90 ming so'm, hamisha gidib baho. Tak. Maylarimiz necha so'm? Yog'ancha 50 ming so'm. 50 ming so'm. Qo'rg'asining assortimenti bor. Necha so'm? 70 ming. Sesi qo'rg'ancha so'mman beram? 70 mingga go'sht bilan. Sana kanalından bir taxminan 75 ming so'm. 70 ming so'mman beriladi bahasi. Go'shtdan sifatini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bizda baho shu 95. Misol uchun baho ko'tarmayapmiz, sifat ham o'zgargani yo'q.